Pensiya fondni o'zlari hisobimizdan kirib oladimi yo o'zimiz to'laymizmi klikdanmi? Do'stlar, yana 5 tagacha savolimiz bor. Videoni oxirigacha ko'ring, sizlarga foydali bo'ladi xudo xolasa. Bu videoni tadbirkor do'stlarimizga, o'g'illarimizga tashlab qo'yish esdan chiqmasa. Xo'p. Pensiya fond degani ijtimoiy soliq, o'sha ijtimoiy soliqimiz har oyda to'lanishi kerak, bilasiz, bir BXM va shuni imkoniyati yaratilmoqda aynan Paynet xolis orqali qilishni. Xudo xolasa to'lab ko'rishtirib, sizga amaliy ko'rishtirib, birinchilardan bo'lib video chiqaramiz. Menga obuna bo'lib qo'ying. Keyingisi, kassa apparat ishlayaptimi? Hali shartnoma uzmadik. Paynet ilovasi ishlatsak bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Kassa apparatni ham ishlatavering, Paynet xolisdan ham foydalanavering. Ikkovini alohida qilasiz, lekin umumiy hisobda 1 milliard so'm bo'lishi kerak. O'sha joyga e'tiborli bo'ling. Alohida 1 milliard, bu ham 1 milliard emas, do'stlar. Ya'ni ikkovini qo'shganingizda 1 milliard bo'lishi kerak. Keyingi savolimiz. Assalomu alaykum, QR kodni MC'lar ham qo'yishi majburiymi yoki ixtiyoriymi? Zo'r savol, do'stlar. Prezidentimizning 246-sonli farmoni bor. O'sha yerda aytilishicha, 2026-yil 1-iyuldan boshlab barcha savdo va xizmat ko'rsatish sohasidagi yuridik shaxslarda yagona QR kodli to'lov tizimi majburiy etib belgilanadi. Agar qo'ymasangiz jarimaga tortilasiz. Ya'ni kassa apparat va terminal yo'q deb jarima urilardi-ku oldin. O'shanday jarima bo'lar ekan, do'stlar. Xo'p, keyingi savolimiz, do'stlar, u ham zo'r savol. Terminalda kirim qilsangiz, sirazi soliq kechadimi? Agar oldingi terminallar nazorat etayotgan bo'lsangiz, o'sha Humo, Uzcard terminallar bor edi-yu, unda yo'q. Soliq hisobotini topshirasiz, keyin soliq. Agar Paynet xolisni, o'sha plastikni tekkizib kiritdi-yu, to'g'rimi? Paynet xolisda. O'shani nazorat etayotgan bo'lsangiz, ha, do'stlar, sirazi 1% yechadi. Keyingi savolimiz, menda firma, menga aloqasi bormi? Ha, sizga aloqasi bor. O'sha yuqorida aytdim, 2026-yil 1-iyuldan majbur etib qo'yilyapti. O'sha maxsus, o'sha yagona QR kod hamma to'lov tizimlari orqali, bitta QR kod orqali to'lovni amalga oshiradigan QR kod bo'ladi, xudo xolasa. O'shanga o'tish majbur etib belgilanyapti. Foydalanamiz, do'stlar. Videoni tadbirkor akalarimiz, o'g'illarimiz hammaga jo'natib tashlaymiz. Rahmat, sog' salomat bo'ling.